Oda otasini yetaklab yurgan yigitlarga qarab yig'ladikki, bu baxt bizga muyassar bo'lmadi. Alloh, qani mani otam hayot bo'lsa-yu, otajonimdan Arafotda duo olsam, Minoda duo olsam, hofis olib ko'tarib xonai Ka'bani tavof qildirsam. Ota qadrini bola ko'rganda bildik. O'g'il qizlarni o'stirib katta qilganda otajonimizni chekkan mashaqqatlarini nimaga qarib yuzlariga tirish tushib, qo'llari titroq, oyoqlaridan mador ketganligini bola katta